Assalomu alaykum, hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, aziz Kogon aholisi. Bugungi brifingimiz Kogon shahrida madaniy meros obyektlarini tiklash va ularni zamonaviy turizm infratuzilmasiga integratsiya qilish masalasiga bag'ishlanadi. Mazkur ishlar O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 30-iyuldagi PQ 4409 sonli o'rta shaharlarni kompleks rivojlantirish loyihasini amalga oshirishga doir qaroriga muvofiq olib borilmoqda. Ushbu qaror Kogon shahri kabi tarixiy islohotlarga ega bo'lgan o'rta shaharlarni yangi iqtisodiy rivojlantirish bosqichiga olib chiqishni nazarda tutadi. O'rta shaharlarni kompleks rivojlantirish loyihasi doirasida Jahon banki tomonidan 100 million AQSh dollar miqdorida kredit mablag'lari ajratilgan. Shundan 32 million AQSh dollari Kogon shahriga yo'naltirildi. 6 million AQSh dollari bevosita madaniy meros obyektlarini restavratsiya qilish uchun ajratilgan. Mazkur mablag'lar nafaqat tarixiy binolarni ta'mirlash, balki shahar infratuzilmasini yaxshilash, obodonlashtirish, ko'kalamzorlashtirish hamda sayyohlar uchun qulay muhit yaratishga xizmat qiladi. 2025-yil 20-fevral kuni Madaniy meros agentligining Buxoro mintaqaviy restavratsiya direksiyasi bilan qiymati 3,2 million AQSh dollariga teng bo'lgan shartnoma imzolandi. Mazkur shartnoma doirasida 6 ta tarixiy binoni ilmiy asosda restavratsiya qilish, ularning asl arxitekturasini, ko'rinishini saqlab qolish, zamonaviy foydalanish imkoniyatlarini yaratish rejalashtirilgan. Bu jarayonda xalqaro restavratsiya standartlariga amal qilingan hamda obyektlarning tarixiy qiyofasini maksimal darajada saqlab qolinadi. Mazkur loyiha bir nechta strategik maqsadlarni ko'zlaydi. Jumladan, turizmni rivojlantirish. Bugungi kunda sayyohlar asosan Buxoro shahrining tarixiy markaziga tashrif buyuradi. Kogon shahrining turistik zanjirga qo'shilishi viloyat bo'yicha sayyohlik marshrutlarini kengaytiradi. Yangi ish o'rinlari yaratish, restavratsiya va keyingi xizmat ko'rsatish jarayonlari orqali mahalliy aholi uchun yangi ish o'rinlari paydo bo'ladi. Shahar infratuzilmasini yaxshilash, obodonlashtirish, ko'kalamzorlashtirish va muhandislik tarmoqlarini yangilash orqali shahar aholisi uchun ham qulay muhit yaratiladi. Investitsion jozibadorlikni oshirish, tarixiy hududning qayta tiklanishi xususiy investorlar uchun yangi imkoniyatlar ochadi. Mehmonxona, kafe, hunarmandchilik markazlari va madaniy tadbirlar tashkil etish mumkin bo'ladi. Xulosa qilib aytganda, Kogon shahrida amalga oshirilayotgan restavratsiya ishlari shunchaki ta'mirlash jarayoni emas, bu hududning yangi iqtisodiy modeliga o'tishidir. Jahon banki bilan hamkorlikda amalga oshirilayotgan mazkur loyiha tarixiy merosni asraydi, turizm salohiyatini oshiradi, aholi bandligini ta'minlaydi, shahar iqtisodiyotini mustahkamlaydi. Kogon shahri yaqin kelajakda nafaqat sanoat va temir yo'l markazi, balki madaniy turizmning yangi nuqtasiga aylanishi uchun barcha asoslar mavjud. E'tiboringiz uchun rahmat.